Keyingisi vitamin C yoki ascorbic. Bu ham antioksidant xususiyatiga ega. Antioksidant degani bilamiz, tashqaridan kirayotgan turli xil stress faktorlaridan hujayralarni himoya qilib turadi. Bundan tashqari temirni absorpsiyasini ham kuchaytirib berar ekan, ya'ni temirni +2 holatga o'tkazish orqali. Temir o'zi organizmga ikki xil holatdagilar, ya'ni +3 va +2. Aynan mana shu 3dan 2 holatga o'tkazish uchun bizga vitamin C kerak bo'lar ekan. Bundan tashqari kollagen sintezida ham juda muhim ahamiyatga ega, ya'ni prolin va lizin aminokislotalarni gidroksidlab kollagen to'ralarini ham mustahkam qilib beradi. Bu ham neuromediatorlar sintezida, misol uchun dopamin, beta gidroksilaza fermenti yaxshi ishlab turish uchun kerak. Ya'ni dopaminni norepinefringa o'tkazib beradi. Shu ferment. Qayerlarda ko'proq uchraydi? Ko'proq bular sitrus mevalarida, sabzavotlarda uchraydi. Bundan tashqari bu hemoglobinemiya kabi kasallikda ham davolashda ishlatilgan. Bu kasallik nima? Temirni +3 zaryadli bo'lib qolishi. Temir o'zi normada eritrosit tarkibida +2 zaryadli bo'lishi kerak. Aynan mana shu +2 zaryadi +3 ga o'tib qoladi. Bu kasallikda qaysi holatlarda uchraydi? Ya'ni ko'proq misol uchun dapzon yoki boshqa anestetiklar, lidokain, bupivacain va hokazo shunga o'xshash anestetiklar hisobiga temir 2 zaryaddan 3 zaryadga o'tib qolishi mumkin. 3 zaryadga o'tgandan keyin o'z-o'zidan kislorodni o'ziga biriktira olmaydi. Shuning hisobiga organizmga gipoksiya yuzaga keladi. Aynan mana shu hemoglobinемияni davolashimiz uchun bizga ascorbic kislota beradigan bo'lsak, tezda temirda o'zini xususiyatidan kelib chiqib +3dan +2 ga o'tkazib berar ekan. Yetishmovchiligi, skurri yoki singa kasalligi. Demak, lablar milklar shishib ketadi juda ham. Terisi juda ham ko'karishga moyil bo'lib qoladi, chunki bilamiz kollagen sintezida ishtirok etgandan keyin o'z-o'zidan teri ham mo'rt bo'lib qoladi va qon tomir devori ham mo'rt bo'ladi. Qon tomir devori mo'rt bo'lgandan keyin tezda teri yuzasi ko'karishga moyil bo'lib qoladi. Petexiya degani terida mayda donasimon toshmachadan bo'lishi. Xuddi ashtarasidan petexiya deyiladi. Keyingisi bu gemartroz. Gemartroz holati bu bo'g'inlarda qon yig'ilish holati. Faqatgina gemofiliyada emas, bu gemartroz balki vitamin C yetishmagan hisobiga ham gemartroz kelib chiqar ekan. Aynan mana shu gemartroz tezda milklar qonab ketishi, tezda ko'karish, petexiyada hisobiga ma'lum bir miqdorda organizm qon yo'qotadi va anemiyaga sababchi bo'lib qoladi. Va poor bone healing, ya'ni yara bitishi kechikib ketadi. Ya'ni bu vitamin C emas, kollagen sintezida ishtirok etgan hisobiga yara bitishi ham kechikib ketadi, vitamin C yetishmagan bo'lsa. Va perifolliklar, ya'ni soch ildizlarini, tub ildizlar atrofida va perioz, suyakning perioz qavati ostida hemorrhajlar paydo bo'lar ekan, ya'ni qonashlar, qon to'planishiga sababchi bo'ladi. Va coarse creep hair degani nima? Odamda tuklar normada tikka bo'lishi kerak, lekin unda vitamin C kamayib ketish hisobiga coarse creep, ya'ni buralgan ko'rinishga ketib qoladi. Xuddi ana shuni demak coarse creep hair deyiladi. Bundan tashqari yana immune response, ya'ni immunitetni yaxshi ishlab turish uchun vitamin C ham muhim ahamiyatga ega. Yetishmovchiligi ko'proq demak tea and toast diet, ya'ni bu nima degani? Choy va qotgan non dietasi. Ya'ni to'g'ri tarjima qilganda, ya'ni bu bemorlarimiz ya'ni meva yemaydi, sabzavot yemaydi, omoq qaraydigan bo'lsak yaxshi ovqatlanmaydi, ko'proq fast food, keyin shirinlik, gazli ichimlik, shunaqa narsalar bilan oziqlanadigan bemorlarimiz
ko'proq vitamin C yetishmovchiligiga sababchi bo'ladi. Ya'ni tabiiy mahsulot yemasa kelib chiqadi ko'proq. Mana endi vitamin C ortib ketadigan bo'lsa organizmda qanday holatlar kelib chiqadi? Ko'ngil aynish, qayt qilish, diareya, charchoq, kalsiy oksalat buyrak toshlariga sababchi bo'ladi. Chunki oksalatni hosil bo'lishi uchun vitamin C metabolizm juda ham muhim. Ya'ni vitamin C'dan hosil bo'ladi oksalat. Oksalat hosil bo'lib ketgandan keyin buyrakda ko'plab toshlar hosil bo'ladi. Ana endi organizmda vitamin C ko'payib ketadigan bo'lsa, undan tashqari organizmda temir toksikligiga ham sababchi bo'lib qoladi. Ya'ni vitamin C'miz bilaylik, normal miqdorda, qanaqa miqdorda bo'lsa, vitamin C'ni temirda so'lishini kuchaytirib beradi. Endi ko'p miqdorda vitamin C iste'mol qilgandan keyin vitamin C'ga bog'liq ravishda ko'plab temir ham so'riladi. Shuni hisobiga temir toksikligi kelib chiqar ekan. Ba'zi holatlarni yomonlashtirib olishi mumkin, masalan, gematoz kasalligi. Gematoz bu genetik kasallik hisoblanadi, ya'ni organizmda temirni o'zlashtirilishi buziladi. Ya'ni organizm ko'plab temirni, misol uchun organizmga kirgan temirni qanchadir miqdori zaxira qilib organizm saqlashi kerak, qanchadir qismi suyak kuyugiga borib eritrotsitlar hosil bo'lishi uchun ishlatilishi kerak, qanchadir qismi esa demak organizmda chiqib ketishi kerak. Aynan mana shu temir regrovkasi buzilishi hisobiga organizmda jigarda ko'plab temirni hammasi to'planish boshlaydi. Ya'ni organizmdan chiqib ketmaydi, eritrotsitlar uchun ishlatilmaydi, faqat jigarda to'planib oxir-oqibat jigar sirrozigacha ham olib keladi. Aynan mana shu ko'p miqdorda vitamin C iste'mol qiladigan kishilar bu bemorlar bu gematoz yana yomonlashib ketishi mumkin. Transfusion related iron overload, ya'ni qon quyish bilan bog'liq bo'lgan temir miqdorining ko'payib ketish holati. Ya'ni qon qo'yadigan bo'lsak, bizga o'sha eritrotsitlar tarkibidagi temir ham o'tadi yoki plazmadagi erkin temir miqdori ham o'tadi. Aynan mana shu bemorlarga ham o'zi burada transfusion hisobiga temir miqdori baland turadi. Qon qo'yilgan hisobiga. Agar vitamin C beradigan bo'lsak, ya'ni ham ko'payib ketishi mumkin ekan. Temir so'rishini kuchaytirish hisobiga. Keyingisi vitamin D. Ikki xil formasi bor organizmda. Ya'ni vitamin B3 xolekalsiferol va vitamin D2 ergokalsiferol. Xolekalsiferol ko'proq quyosh nuri hisobiga hosil bo'ladi. Ergokalsiferol esa ko'proq o'simlik mahsulotlari, zamburug'lardan hosil bo'lgan turli xil mahsulotlarni iste'mol qilish orqali hosil bo'lar ekan. Mana endi ikkalasi ham demak 25 gidroksivitamin D3 ga o'tadi, keyinchalik 125 gidroksivitamin D ga o'tadi ikkalasi. Sxemaga e'tibor qilamiz işte. Juda muhim qism. Step 2 uchun ham kerak bo'ladi bu sxema. Ya'ni xolekalsiferolimiz yuqorida aytgandek, xolesterol teri yuzasida terida joylashgan xolesteroldan keyinchalik 7 degidroxolesterol hosil bo'ladi va bu 7 degidroxolesteroldan quyosh nuri ishtirokida vitamin D3 yoki xolekalsiferol hosil bo'ladi. Endi turli xil, ya'ni o'simlik mahsulotlari yoki droja, zamburug' mahsulotlari iste'mol qilgandan keyin demak ergokalsiferol hosil bo'ladi. Bu ikkalasi ham keyin jigarga boradi va jigarda ular 25 gidroksilaza ferment ishtirokida 25 gidroksi vitamin D3 ga o'tadi. Lekin bu jigardagi forma hali aktiv forma emas. Ya'ni 25 gidroksi vitamin D3 endi aktivlashishi kerak organizmda. Bu uchun endi 25 gidroksi vitamin D3 buyrakka boradi. Buyrakka borgandan keyin 1 alfa gidroksilaza ferment ishtirokida 125 digidroksi vitamin D3 ga aylanadi. Endi bu 125 digidroksi vitamin D3'imiz turli xil vazifalarni bajarib berar ekan. Ya'ni
organizmda kalsiy va fosfat miqdorini ko'paytirishda muhim ahamiyatga ega. Ya'ni ichak orqali ham, buyrak orqali ham kalsiy va fosfatni absorpsiya va reabsorpsiya qilishda muhim ahamiyatga ega. Yuqorida aytgandek, kalsiy va fosfat so'yilishda muhim ahamiyatga ega. Agarda vitamin D kam miqdorda beriladigan bo'lsa, ham yuqori dozalarda topilamiz. Vitamin Dni kam dozlarda beriladigan bo'lsa, bu demak suyakni minerallashishda muhim ahamiyatga ega. Ya'ni suyak kalsiy va fosfatni o'zlashtirib oladi. Agar yuqori dozada beradigan bo'lsak, suyak so'rilishiga sababchi bo'ladi, ya'ni rezorsiya. Rezorsiya bo'lgandan keyin suyakda osteoklastlar aktivlashib, suyak tarkibidagi kalsiy va fosfatni qonga chiqarib beradi. Shuni hisobiga kalsiy va fosfat bundan ortadi. Regulation, ya'ni boshqarilishi vitamin D. Agar organizmda paratiroid gormon ortadigan bo'lsa, 1,5 gidroksivitamin ortadi. Ya'ni umumiy olib qaraydigan bo'lsak, mana 1,5 paratiroid gormon. Bu demak paratiroid glandlar, ya'ni qalqonson bez oldidagi bezning o'zbekchasi bilan xullas. Paratiroid glanddan demak paratgormon ishlab chiqariladi va bu gormon keyinchalik 25 gidroksivitamin D'dan 1,25 digidroksivitamin D hosil bo'lishda muhim ahamiyatga ega. Bu 1,25 vitamin D3 keyinchalik kalsiy fosfatlarni so'rishda muhim ahamiyatga ega. Ana endi bizda negativ feedback degan narsa bor. Negativ feedback degani, ya'ni bular bir-biriga bog'liq ravishda boshqariladi degan. Ya'ni bu endokrinologiyaga taalluqli joyi baribir bilib ketishingiz kerak. Agarda organizmda kalsiy va fosfat ko'payib ketadigan bo'lsa, signal keladiki, bizga boshqa yuqoridan signal kerak emas. 1,5 gidroksivitamin ham kamaysin, paratiroid gormon ham kamaysin degan signal keladi. Aksincha, kalsiy fosfat kamayib ketadigan bo'lsa, yuqorida signal bo'ladi bizga, ya'ni kalsiy va fosfat kerak. 1,5 ham ko'paysin, paratiroid gormon ham ko'paysin degan signal keladi. Tushunarli. Xullas, bir-biriga bog'liq ravishda ishlaydi. Umumiy maqsad organizmda kalsiy va fosfat miqdorini normada ushlab turish. Tushunarli. Demak, paratiroid gormon ortsa yoki kalsiy va fosfat kamaysa, yuqorida ko'rganimizdek 1,25 gidroksivitamin D hosil bo'lishi ortar ekan. Tushunarli. Organizmda paratiroid gormonni vazifasi kalsiyni reabsorpsiyasini kuchaytirish, fosfatni reabsorpsiyasini kamaytirish buyraklar orqali. 1,5 gidroksivitaminimiz esa ikkala holatda, ya'ni ham ichakdan, ham buyrakdan ham absorpsiyani, ham reabsorpsiyani ikkalasini ham, ya'ni kalsiyni ham, fosfatni ham reabsorpsiya qilayotgan edi buyrakdan. Endi paratiroid gormonimiz aksincha buyrak orqali faqatgina kalsiyni reabsorpsiya qiladi, fosfatni esa chiqarib yuborishini ta'minlab beradi. Tushunadi. Boshqarilishi, ya'ni negativ feedback, ya'ni bittasi ostida ikkinchisi kamayishi, xullas vaziyatga qarab ishlash bilan namoyon bo'ladi. Xuddi mana shu ketma-ketlikda eslab qolsanglar, uchalasini ortga kamaydilarga, ya'ni savollarda ortga kamaydilarni so'rab qoladigan bo'lsa, adashmaysizlar. Yetishmovchilik natijasida bolalarda rickets yoki raxit kasalligi kelib chiqadi do'stlar. Raxit kasalligining asosiy belgilaridan biri bu genovarum kasalligi, ya'ni bow legs yoki oyoqlarni ikki tomonga qiyshayib qolish tashxisi. Yoshi kattalarda esa osteomalasiya, ya'ni osteomalasiya kasalligida qanaqa holatlar kelib chiqadi?
suyaklarda og'riq, muskullarda og'riq, gipokalsemik tetaniya. Gipokalsemik tetaniya degani organizmda kalsiy kamayib ketish hisobiga muskul guruhlarini chiqarib bo'shash holati. Buni malash to'g'risidagi ko'proq nima sababchi bo'lgan bo'lsa, ya'ni yuqorida ko'rganimizdek, quyosh nuri yetishmovchiligi bo'lsa, ovqat mahsulotlari tarkibida ko'p uchramaydigan bo'lsa va xronik buyrak kasalligi natijasida ham kelib chiqadi. Xronik buyrak kasalligi natijasida qanday kelib chiqadi? Agarda buyrak yetishmaydigan bo'lsa, buyragimiz ishdan chiqdi misol uchun, 25 gidroksivitaminimiz 1,25 gidroksivitaminga o'tolmaydi. Sababi jigar hujayralari tarkibidan ishlab chiqariladigan 1 alfa gidroksilaza fermenti bo'lmaydi. Shuni hisobiga 25 gidroksi 1,25 ga o'tolmay qoladi. Shuni hisobiga vitamin D imiz organizmda normal miqdorda bo'ladigan bo'lsa ham aktiv holatga o'tolmaydi. Shuni hisobiga demak u bilan bog'liq kasalliklar kelib chiqar ekan. Keyingisi bu rivojdan ketgan jigar kasalligi yoki sirroz. Ya'ni yuqorida ko'rganimiz D2, D3 vitaminlarimiz 25 gidroksi vitaminga o'tishi uchun bizga jigardagi 25 gidroksilaza fermenti kerak edi. Aynan mana shu jigardagi 25 gidroksilaza fermenti ishlamasligi hisobiga 25 gidroksivitamin D hosil bo'lmaydi. Bu hosil bo'lmagandan keyin 1,25 ham hosil bo'lmaydi. Xullas, jigar va buyrak yetishmovchiligi hisobiga kelib chiqar ekan. Demak, breastfed ko'krak suti bilan oziqlanadigan chaqaloqlarga oral vitamin D berish kerak, chunki sut tarkibidagi vitamin D chaqaloqlar uchun yetarli bo'lmaydi. Bundan tashqari yana ularni terisi rangi qorayib ketadi, vitamin D yetishmaydigan bo'lsa va prematurity, ya'ni muddatidan oldin tug'ilish. Ya'ni agarda normal o'z vaqtida, masalan, 9 oylikda tug'ilgan bemorlarda ko'proq vitamin D zaxiralari normal turgan bo'ladi. Dastlab tug'ilgan paytda agarda masalan 7 oylik yoki 8 oylikda tug'ilib qoladigan bo'lsa, ularda zaxiralar normal bo'lmaydi va tug'ilganda ularda o'sha yetishmovchilik kelib chiqishi mumkin. Keyin mana bu yerda chalib ketib qoldim o'zim. Agarda o'sha kimda qora tanlilarda ko'proq quyoshdan o'sha nur olishi kamaygan bo'ladi, ya'ni quyosh nuridan himoyalangan bo'ladi ular. Shuni hisobiga demak yuqorida ko'rganimiz polikalsiferollar 25 gidroksivitamin D ga o'tolmaydi quyosh nurlari ta'sirida. Ana endi vitamin D ko'payib ketsa mana bular. Vitamin D ko'payib ketgan paytda giperkalsemiya, giperkalsiuriya, apetit yo'qolishi, stupor, bu komani sal yengilroq formasi, ya'ni odam hushida bo'lmaydi, tashqi stimulga javob bermaydi, ya'ni kalsiy ko'payib ketsa ham kelib chiqishi mumkin ekan. Ana endi granulomatoz kasalliklarda ham buni ko'rishimiz mumkin ekan. Misol uchun sarkoidoz kasalligi. Sarkoidoz kasalligi bu ko'proq Afrika amerikanlarda uchraydi ko'proq. Ya'ni bu kasallikda makrofaglar o'zidan ko'plab 1-alfa gidroksilaza fermentini ishlab chiqaradi. Bu 1-alfa gidroksilaza 25 gidroksivitamin D ni 1,25 gidroksivitamin D ga aylantiradi. Shuni hisobiga bu sarkoidoz kasalligida albatta ko'ramiz, kalsiy miqdori juda yuqori bo'ladi. Yana qo'shimcha simptomlarga sarkoidozni uveit, ya'ni ko'z UV qavatini yaralanishi, bundan tashqari o'pkada ko'plab granulomalar hosil bo'lishi bilan ketishi mumkin ekan. Vitamin E, bular boshqa nomlari, ya'ni tokofferol, tokotrinol kabi nomlari bor. Bular demak antioksidant xususiyatlari bor.
e'tirof qilgan bo'lsanglar, ko'plab yog' ayiruvchi vitaminlarni, demak, antioksidant xususiyati bor. Ya'ni bular hujayra membranasidagi turli xil erkin radikallardan himoya qilib berish uchun juda ham muhim ahamiyatga ega. Yetishmovchilik hisobiga, demak, gemolitik anemiya kelib chiqgan. Nima gemolitik anemiya degani? Eritrotsitlarni parchalanib ketishi hisobiga kelib chiqadigan anemiya. Ya'ni yuqorida ko'rdik, vitamin E qizilqon hujayralarni turli xil tashqi erkin radikallardan himoya qilib turadi. Agarda ana shu vitamin E yetishmaydigan bo'lsa, turli xil erkin radikallar kelib eritrotsitlarni parchalab tashlashi mumkin. Bundan tashqari akantasitoz, ya'ni terida ham o'zgarishlar yuzaga kelishi mumkin. Teri qalinlashib ketishi, xuddi vitamin A singari yuzaga kelishi mumkin. Va muskullarda holsizlik, demyelination of posterior columns. Bu ham xuddi vitamin B12 singari nerv sistemasini himoya qilib turadi, miyelin qavatini. Agarda vitamin E yetishmaydigan bo'lsa, demyelination, ya'ni miyelin qavatini yemalishsa yuzaga kelar ekan. Va bu posterior columnlar ketish hisobiga, orqa miyaning shu qismi ketish hisobiga proprioception, vibration kabi sezgilar, vibratsiya sezgilari yo'qolib qoladi. Va undan tashqari spinocerebellar ataksiyaga ham sababchilik bo'ladi. Ya'ni spinocerebellar trak ham zararlanadi. Bu kasallik qaysi kasallikka o'xshab ketadi? Ko'proq Friedreich ataksiyasiga o'xshab ketadi. Friedreich ataksiyasiga faqatgina nevrologik simptomlar o'xshaydi. Friedreich ataksiyasida bundan tashqari yana diabet uchrashi mumkin. Bundan tashqari oyoq kaftlarini yuqori, misol uchun qanday ko'rinishda o'z normada bo'lish kerak bo'lsa, bundan juda ham keng burchakli bo'ladi xolos. Oyoq kaftidagi chuqurlik. Bundan tashqari yana ularda kardiomiyopatiyalar bo'lishi mumkin, Friedreich ataksiyasida. Xullas, boshqa qo'shimcha simptomlar, virus sinovli yuqoridagi nevrologik simptomlar kelib qolsa, bu Friedreich ataksiyasi. Faqatgina nevrologik simptomlar keladigan bo'lsa, vitamin E yetishmovchiligi. Ana endi vitamin B12 bilan o'xshashlik tarafi. Demak, vitamin E yetishmovchiligi nevrologik tarafdan ham Friedreich ataksiyasiga, ham vitamin B12 yetishmovchiligiga o'xshab ketar ekan. Yuqorida aytganim Friedreich ataksiyasida qo'shimcha boshqa og'ir, ya'ni yurak zararlashi, oyoqlar zararlashi va hokazo, diabet shu kabi qo'shimcha belgilar bo'ladi. Ayni vitamin B12 yetishmovchiligida megaloblastik anemiya kelib chiqadi. Yuqorida ko'rganimizdek, ya'ni eritrotsitlar kattalashib ketadi. Bularda esa demak gemolitik anemiya, ya'ni eritrotsitlarni parchalanib ketishi holati kelib chiqadi. Ya'ni anemiyani o'zi normositar, mikrositar va makrositar bo'ladi. Demak, vitamin B12 ni yuqorida ko'rib chiqdik. Makrositar, ya'ni eritrotsitlar kattalashib ketgan bo'ladi. Mikrositarda bu ko'proq temir yetishmovchiligida bo'ladi. Normositarda esa eritrotsitlar kattaligi o'zgarmaydi. Bu ko'proq gemolitik anemiyalarga xos. Gemolitik degani yuqorida aytgandek, eritrotsitlar katta kichikligiga umuman ta'sir yo'q. Ya'ni hech nimadir masalan temir yoki vitamin B12 yetishmovchiligi emas, aksincha faqatgina tashqaridan oksidant kelish hisobiga normal kattalikdagi eritrotsit parchalanib ketadi. Ya'ni bularda hech qanaqa bir eritrotsit katta kichikligida o'zgarish sodir bo'lmaydi. Shuning hisobiga bularda normositar anemiya, bularda esa makrositar anemiya kelib chiqadi. Bundan tashqari yana plazmada vitamin monokislota miqdorini tekshirib ko'radigan bo'lsak, uni miqdori vitamin B12 da ortgan bo'ladi. Chunki metil monokislotani metabolizmida vitamin B12 ni, bundan tashqari metionin siklida ham ahamiyati katta. Vitamin E esa faqatgina antioksidant, ya'ni hujayralarni turli xil stressorlardan himoya qilib turishda muhim ahamiyatga ega. Tushunarli. Miqdor ortib ketadigan bo'lsa, nimalarga olib kelib qoladi? Ko'proq yangi tug'ilgan chaqaloqlarda enterokolit ham ingichka ichak zararlanishiga olib keladi, ham yo'g'on ichakning zararlanishiga olib kelib qoladi ekan. Vitamin E
ko'payib ketsa. Ana endi o'tgan darsda ham bir qisqacha aytib ketgandim, ya'ni vitamin K ga bog'liq bo'lgan faktorlar, ya'ni 2, 7, 9. Ushbu faktorlar aktiv holatga o'tish uchun bizga vitamin K kerak. Aynan mana shu yuqori dozada iste'mol qiladigan bo'lsak, vitamin E vitamin K ni funksiyasini bloklab qo'yadi. Shuni hisobiga demak qon suyulib ketib qoladi, ya'ni coagulation faktorlar, qon obish faktorlari kamayib ketadi. Shuni hisobiga varfarinning ham funksiyasi kuchayib ketar ekan, chunki varfarin ham aynan mana shu vitamin K ni bloklash hisobiga o'z funksiyasini bajaradi. Ya'ni varfarin suyulgan odam vitamin E ni ko'p miqdorda ichib oladigan bo'lsa, varfarinning funksiyasi kuchayib ketib, koagulopatiya, ya'ni qon me'yoridan ko'p suyulib ketish holati yuzaga kelishi mumkin ekan.